Yulduz opani gaplarini Instagramda hamma gapirib chiqishyapti. Nima bo'lganda ham ajrashgan ayolni unaqa deyish kerak emas, ayollari. To'g'ri, endi ular shundoqni qo'pol qilib tushuntirgan. Qo'pol qilib tushuntirganda ham baribir nima bo'lganda ham unitazni gapirish kerak emas edi. Ajrashgan ayollar nima u? Tushunmadim. Mahal erga tegmagan bo'lsam ham, lekin baribir ham hech qaysi qiz ota-onasini uyidan hech kim ajrashaman deb erga tegmaydi, oq ko'ylaklari kiymaydi, hech kim. Hammani o'zini yaxshi niyati, erga tegsam oilam, farzandim, bir umr yashayman deb ne umidlarda erga tegadi, ota-onasini uyidan o'sha yaxshi niyatlarda erga tegib chiqadi-da, erga tegib boradi, borgan uyiga. Yaxshi niyatlarda, hech kim yomon niyatda erga tegmaydi. To'g'risi-da. U ajrashgan ayollarni unaqa bunaqa har xil yomon gaplar, unaqa narsalar gapirish kerak emas. Tem bo'li Yulduz opa o'zingiz ajrashgan ekansiz, qizingiz ham ajrashgan. Nima kerak bor? Birovni gapirishdan avvalroq qarang orqangizga, to'xta. Men o'zim tozamanmi? Men unaqa ajrashmaganmanmi? Yo'q degan narsani avvalambor o'zingiz bundoq qarashingiz kerak. Erga tegib to'kisli bo'lib, eringiz bo'lgan bo'lsa, mana shu 7-8 yil ichida shunaqa bo'lgandir. Undan oldin siz ham ajrashib yurgansiz. To'g'risi-da. Nilufar opani ham ko'ryapmiz. Qo'yinglar. O'zingizlar shuncha gap anaqa qildinglar-da, gap orttirdinglar deydi. Menda kechirim so'raganingiz bilan o'sha foydasi yo'q-da, xalqqa bir marta o'sha yomon ko'rindingizmi, bo'ldi. O'sha sizni ushlab oladi. O'sha sizni yomon ko'rib qoladi. To'g'risi-da. Shuning uchun xalq bilan gaplashayotganda menimcha o'ylab gapirish kerak deb o'ylayman.